Ko'pchilikni qiynayotgan savol, birinchi pokoleniya DPK mahsulotimiz bilan ikkinchi pokoleniyaning farqi nimada? Hozir men sizlarga 3 ta farqini sanab beraman. Birinchisi, ko'zingizga tashlanishi mumkin bo'lgan narsa bu rangi. Birinchi pokoleniya DPK'imizning rangi matviro bo'ladi. Ikkinchi pokoleniya DPK'imizning rangi sochli, yarki bo'ladi. Ikkinchisi bu ust pokritsiyasini chidamligi. Ko'rishingiz mumkin, birinchi pokoleniya DPK'miz qirilib ketdi. Ikkinchi pokoleniya DPK'miz esa ko'kstruzionniy pokritsiyani hisobiga qirilgani yo'q. Qirilsa ham quyoshdagidek o'zini-o'zi tiklash xususiyati bor. Uchinchisi, qo'limda turgan yo'q. Buni hozir ikki xil DPK'mizning ustiga quyib ko'ramiz. Qaysi biri o'zini xususiyatini ushlab qolar ekan? Mana o'rtog'i natijasini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Birinchi pokoleniya DPK'imizning yog' tushgan joyi dog' bo'lib qoldi. Bu dog' hech qanaqasiga ketmaydi. Ikkinchi pokoleniya DPK'imiz ko'kstruzionniy pokritsiyani hisobiga o'ziga hech narsa ishlamadi. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli DPK mahsulotlari kerak bo'lgan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa qilsangiz bo'ladi.